Avvalambor assalomu alaykum hamyurtlar. Yurtimizga Ramazon oyi kirish arafasida turibmiz. Sizlarni yana xonariqqa taklif qilishimizdan maqsad Ramazonga juda kuchli tayyorgarlik ko'rib, iftorlikka yaxshi ijodlar bilan xonariq sizlarni kutib qoladi. Qadrli mehribonlarimiz, iftorlikka xudo xolasa to'y sho'rvalari, to'y oshlari, qo'yoq, qo'y go'shida, qora qiltiriqda oshlar xudo xolasa. Mana parhez yeyman deganlarga mana biftekslar bo'ladi. Ko'cha qo'rmalag'man qolaversa azizlar, kaboblarimizni turlari 30 xildan ziyod bo'ldi. Asadjon, kaboblarni ko'rsating. Xudo xolasa sizlarni iftorda kutib olib, ko'nglaringni olib, kayfiyatlaringni ko'tarib, savoblariga sherik bo'lish niyatimiz bor. Mana tashkillarimiz mana pishyapti. Azizlar, xudo xolasa inshaalloh ertaga iftorlikda kutib qolamiz. Sizlarni xizmatlaringdamiz. Sizlar xursand bo'lsalaring, duo qilsalaring biz xursand. kelinglar. Biz hammalarni yaxshi ko'ramiz. Hammasidan ham yana gapingizni bo'ldim. Yangiligimiz, shashligimiz 17 xildan 30 xilga chiqdi. Turi ko'paydi. Albatta. Biz xo'randalar uchun harakatdamiz do'stim, to'g'rimi? To'ppa to'g'ri. Sog' bo'linglar, kutib qolamiz.